Ibrohimbek Laqay. Turkiston arsloni, haqiqiy qahramon, ruslarga qarshi juda ham ko'p janglarda liderlik qildi. Xudoyorxon. Qo'qon xoni ruslarga bo'ysungan va oxiri qo'zg'olondan so'ng Orengga qochgan. Aleksandr II. Fitnani boshi. Diyorimizga bo'lgan bosqinlarini boshida turadi. Boshqa generallarni jo'natgan bo'lsa ham Chimkent, Toshkent qo'ldan ketadi. Buxoro, Xiva hamda Qo'qon xonliklariga nuqta qo'yiladi. Shermuhammadbek. Vodiyning arsloni. Vodiydagi eng katta to'qnashuv borki, ustida Shermuhammadbek turadilar. Afsuski Afg'onistonga qochishga majbur bo'ldilar. Muzaffarxon. Buxoro amiri. Buxoro ruslarga qarshi jangda mag'lub bo'lgandan so'ng bo'ysunishadi. Stalin. Stalin 3-bosqinchi deyishim mumkin. Meni fikrimcha, lekin zarari ma'naviy jihatdan juda ham. Dukchi Eshon. Andijon 1898-yili Andijonda shahar egallab olinadi, lekin oxir-oqibatda Dukchi Eshon qo'liga olinib qatl qilinadilar. Qahramon. Asfandiyorxon. Xiva xoni, lekin kuch Junaydxon tomonidan bo'ladi. Rossiyaga bo'ysungan bo'lishadi, ya'ni ruslarga 1908-yili Junaydxon tomonidan qatl qilinadi. Lenin. Lenin eng katta bosqinchilardan bittasi, lekin Aleksandrdan keyin deb hisoblayman. Uning vaqtida biz tomonga juda ham ko'p hujumlar amalga oshirildi.